Nurdin Haydarov to'g'risida gapiradigan bo'lsam, juda butun hofiz bo'lgan. Haqiqiy ustozga sadoqatli. Keyin o'zini yaratgan ashulalari xalq ichida shunday bir tez ravishda kirib ketganki, xalq o'zi xirgoyi qilib yurardi bu Nurdin. Keyin buni xarakterni yaxshi ko'rardim-da. Buni xarakter yosh bola xarakteri. Juda sodda, nima deydi? Juda bir hali pokisor. Odob taraflama ham, san'at taraflama ham. Keyin bir necha yil ham davlat tadbirlaridami, to'y tomoshadami o'rtoq keling nayda oling. To'g'ridan uni chaqirib olaverardi. Hamma erkalik qilib yonib, lekin shunaqangi chiroyli bir payz qilib ketardiki, endi buni ovozida sehr bor. Sehr bor edi. Ovozda sehr bor edi. Aytsa ham yurakdan, haqiqiy yurakdan aytib, eshituvchini qalbiga to'g'ri kirib boradi. Ha, o'ziga yarasha shinamayni orttirgan. Haqiqiy xalq artistiga loyiq odam. O'rtog'imiz umri qisqa ekan, Xudo rahmat qilsin. Qolgan umrini qolgan mana farzandlariga, ayollariga bergan bo'lsa, endi o'rtog'imiz Xudo rahmat joylari jannatda bo'lib, biz ko'p safarlarda bo'lganmiz. Mana Yaponiyada 2,5 oy yurdik. 2,5 oy yurgan bo'lsak, Yaponiyada biz faqat Nurdin bilan ikkalamiz. Qattiq o'rtoq ketdik. O'rtoq. Sirini ham menga aytardi, boshqa o'sha qilmas. Endi juda bir yaxshi haligi suhbatjon. Suhbat temada qilardi. O'zidan kichkinani ham otini bilmay qolsa o'rtoq deb qo'yadi. Shunaqa o'rtoq. Birovga qattiq gapirmas edi. Joy jannatda bo'lsin. Sizga rahmat, sizga ham aka. Qancha gapirsa oz. Nurdin Haydarov to'g'risida qancha gapirsa oz. Shuning uchun endi buni qilgan xizmati, mehnati mana nima deydi? Qoldi. Faqat kimdan so'rasang, bu inson to'g'risida faqat yaxshi. Rahmat aka. Xudo rahmat qilsin. Xudo rozi bo'lsin sizga ham aka. Rahmat. Bola chaqangizga ko'p yil bosh bo'ling. Rahmat. Bo'ldi, do'stlar ketdi.